Bismillahirrahmanirrahim. Baro ibn Ozib shunday rivoyat qiladilarki, men bir kuni payg'ambar alayhissalom bilan birgalikda ansorlardan birini janozasiga bordik. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam qabristonga borganda boshini egib, u kishini qabri oldida o'tirdilarda 3 marotaba ovozlarini chiqarib, Allohim qabr azobidan o'zing panohingda asra dedilar. Shundan keyin payg'ambar Muhammad alayhissalom bizlarga qarab, mo'minni umri tugab oxirat yo'lchiligini boshlayotgan vaqtida Alloh uning oldiga yuzlari quyoshdek porlagan, muattar hidlar taratib turgan bir guruh farishtalarni yuboradi. Bular yonida kafan bilan keladilarda, o'layotgan kimsani oldida o'tiradilar. Joni chiqqandan keyin osmonlarda, yerda va osmonlar yer orasida bo'lgan barcha farishtalar unga salom beradilar. Osmon eshiklari ochiladi. Osmonlarda qancha eshik bo'lsa, ularning har biri ochilib, mo'minni jonini o'zidan, bag'ridan o'tishligini istaydi. Uni joni osmonlarga ko'tarilganda farishtalar tomonidan shunday sadolar eshitiladi. Ya Rab, seni falon banding kelayotir. Alloh buyuradi shunda, olib keling uni. Men uning uchun tayyorlagan hurmat, sharaflarni, izzat, ikromlarni ko'rsating. Men unga va'da berganman. Biz sizlarni tuproqdan yaratdik, yana unga qaytarurmiz va qiyomat kunida sizlarni yana bir bor undan chiqarurmiz. Dafn etuvchilar o'likni qabrga qo'yib, orqalariga qaytib ketisharkan, mayyit ularning oyoq tovushlarini eshitib yotadi. Shu asnoda unga shunday deyiladi: "Hoy kishi, ey banda, Robbing kim? Dining nima? Payg'ambaring kim?" Mayyit javob beradi: "Robbim Alloh, dinim islom, payg'ambarim Muhammad alayhissalomdir." Shu tariqa ikki tergovchi farishta uni og'ir so'roqqa tutadi. Bu o'likning qarshisiga qo'yilgan so'nggi qiyinchilik, so'nggi tashvishdir. Bu so'roqlarga yuqoridagi javoblarni berganda bir nido qilguvchi nidochi unga shunday nido qiladi: "To'g'ri aytding. Mana bu Allohning mazkur oyatining ma'nosi hisoblanadi. Alloh iymon keltirgan kishilarni hayoti dunyoda ham, oxiratda ham ustuvor so'z la ilaha illalloh bilan sobit qadam qilur. Zolimlarni esa haq yo'ldan ozdirur. Alloh o'zi xohlagan ishini qilur." Shundan keyin uning qoshiga go'zal yuzlik, muattar hidlik va ko'rkam liboslik bir zot kelib shunday deydi: "Seni Robbingni rahmati bilan hech tugamaydigan qilib ne'matlangan jannatlar bilan tabriklayman. Alloh senga ham ko'pdan ko'p xayrlar ato qilsin." Shunda mayyit: "Sen kim bo'lasan?" U go'zal yuzlik zot aytadiki, men sening
solih amallaringman. Allohga qasamki, sen Allohga itoat bobida bardavom, g'ayratlik eding. Gunoh yo'llariga ketmas eding. Alloh senga mukofotlar bersin deb qabrda go'zal va rohat holatda jannat hidlaridan bahra olib yotgin deb chiqib ketar ekan. Alloh barchalarimizni qabr azobidan o'zi panohida asrasin.